Hozirgi kelgan uyimizni remontlari nechinchi yillarni eslatyapti. Qarang, haqiqiy o'zimizni o'zbekona xonadonimiz. Biz hozir Uchtepa tumaniga yetib kelganmiz. Bu xonadonimizni mana shu birinchi binosini o'zida 4 ta xona va bitta katta ayvonlari ham bor. Xonalarini remontlari yaxshi holatda kelib, bemalol yashasangiz bo'ladi. Xo'p, darvozaxonamizdan kirib kelamiz. Hovli bilan ajratilgan eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Hovlisi ham kenggina. Pastki binomizga keladigan bo'lsak, pastda 3 ta xona, hojatxona, yuvinishxona, oshxonalari alohida qilingan. Maydoni 4.2 sotiq. Lokatsiyasini aniqroq tushuntiraman. Uchtepa tumani Taqachi mahallasi. Shundoqqina O'rizor bozoriga ham adashmasam, где-то bir 1,5 kilometr masofada joylashgan. Katta yo'lgacha 200 metr. Bizani sotilayotgan xonadonimiz mana shu bo'ladi. Fasad razmeri 13 metr. Qarang, e'tibor bering, yonidagi ikkita xonadon ham sotilyapti. Uchalasini qo'shib xarid qilsangiz ham bo'ladi. Quruvchilar uchun ham zo'r variant. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, tepasida kelib savdolasangiz, yana kelishiladigan joylari bor.